aytsam bağlayıp ünüm bu mening naqshim kalmadı benim vücudumda can yüreğimde hasret hicran derdim ey say Allah ey cihan bu benim naqshim Berna naqshini haqiqatan yaxshi aytadigan. Men munchilik yaxshi aytadi deb o'ylamabmanman. Berna saboqdoshlar ichidila emas, san'at sohasidami bir nam chiqadi. Uning naqshlari hissiyotga boy, odamni o'ziga tez jalb qilib oladi. To'g'ri dedingiz Gulchan. Berna xuddi tangri tig'idan ko'tarilgan to'lin oyoqqa o'xshaydi. Biz uni qadrlashimiz kerak. Men uning naqshlari orqali uning qalbini, orzu istaklarini cho'nqur tushunyapman. Berna'ni xato tanlamabdi ekanman. Uning naqshlari menga nurg'un foyda yetkazdi. Aldanqi kuni Samat bilan uchrashib qolgandim. U Berna'ning naqshlarini qo'ldan chiqarib qo'yganiga bak pushaymon qiladi ekan. Agar Berna qo'shilsa, uning ikkinchi plastinkasini o'zim ishlayman deydi. Men Berna bilan 5 yillik to'xtam tuzishib bo'ldim. Uning naqshlarini nashr qilish huquqi butunlay mening ilkimda. Sen bek, aldın görer cuma. Kaldıraymen ak bu kalbini bu azapta ütüp ketkiçe Kayan baray ilip başını mini hicran ilip ketkiçe Kayan baray ilip başını mini hicran